هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Müminun tefsiri 91. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dikkatanlığa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Müminun suresi 91. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Onun balısı yok. Onunla beraber başka bir ilah mı yok? Eğer mundak bolsa idi, o çağda her ilah özü yaratkan mahlukni yalğız egelleydi. Bazıdan galip kiletti. Allah ulanın Allah'a nispet bergen nesillerden paktır. Allah gayibni ve aşkarını bilgicidir. Müşriklerin şirk keltirgen nesillerden üstündür. Allah Teala'nın şirk yok ikenlik. Allah Teala'nın hiç şirki yok ikenlik. Allah Teala özünün balısı boluşudan veya ki nesillege igidarçılık kılışıda ulada halıganını kılışıda ve bendilerinin kılıdığan ibadetlerde özünün bir şirki boluşudan özünü paklap mundak dedi. Allah'ın balısı yok. Onunla beraber başka bir ilah mı yok? Eğer mundak bolsa idi, o çağda her ilah öz yaratkan mahlukni yalğız iken egelleydi. Yani eğer birdincik ilah ba deb perez kılınsa, elbette her bir ilah öz yaratkan nesini yalğız egellep alıdı. Bu çağda kainatның tertibi qalayımqan bulup gidiyor. Lekin hazır körülüvatqını üstünki alemden başlap tövenki alemgiçi bolgan hamma kainatның çıraylık ritmga düşüşü ve birinin yani biri bilen en mükemmel şekilde bağlanışıdır. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Allah 7 asmanni birinin üstüde kılıp yarattı. Mehriban Allah'ın yaratışıda hiç noksanını görmeysen. Sen asmanlığa tekrar qarab baktın ki birer yoçuqni göremsen. Ondan o ilahlarının her biri yine birini tizginleşni ve onun üstüden galip gelişini izleydi. Bu vaqtda İslam feylesofları izlenip bunundan her ilah özünü yeni bir ilahdan qoğdaş delili degan atalğını berdi. Bunun tafsilatı mundaq. Eğer kainatta 2 yoki 2'den artıq ilah ba deb perez kılınsa, o ilahның biri birer cisimni hareketlendirishni xolasa, yani biri o cisimni hareketlendirmeslikni xolaydi. Mubada o 2 ilahның xolaganlari bo'lmay qolsa, bu chaqda o ikkisi ojiz bo'lgan bo'ladi. Aslida haqiqiy ilah degan ojiz emasdir. Hareketlenish bilan hareketlenmeslik bir-biriga qarama-qarshi bo'lganligi uchun o 2 ilahның xolaganlari bir vaqtda bir narsada ko'rilishi mumkin emasdir. Şuna bu mümkinsizlikni keltirib chiqargan ilahның birdan ortiq bo'lishi mumkin emasdir. Eğer o 2 ilahның birining xolig'ini bo'lib, yana birining bo'lmay qolsa, bu chaqda xolig'ini haqiqiy ilah hisoblanadi.
Yeni birisi haqiqiy ilah hesaplanmaydı. Çünkü ilahның süpetlerinin içinde başka birisiga yengilip beriş deydigan süpet yoktur. Şuna Allah Teala mındaq dedi. Allah'ın balısı yok. Onunla beraber başka bir ilah mı yok? Eğer mındaq bolsa idi, o çağda her ilah özü yaratkan məxluqni yalğız egelleydi. Bəzisidən galip giletti. Allah ulanın Allah'a nispet bergen neslerden paktır. Yani Allah Teala özleri uval kılgıçılarının ve haddidin aşkıçılarının Allah Teala'nın balısı veya şirki ba deb çaplagan bühtanlardan paktır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah gayibni ve eşkarını bilgiçidir. Yani Allah Teala məxluqatlarının közüge göründiğen ve görünmeydiğen hemme nersini bilidir. Müşriklarning şirik keltirgan narsalardan üstündür. Yani Allah Teala ularning çaplagan böhtanlardan paktır. Aytqin ki Rabbim eğer mana ulağa dünyada va'da qilgan azobni ko'rsatadigan bo'lsang, aytqin ki Rabbim eğer mana ulağı dünyada va'da qilgan azobni ko'rsatadigan bo'lsang, Rabbim meni zolim qavmlar ichida qilmagin. Biz ulağı va'da qilgan azobni sana ko'rsatishga albatta qodirmiz. Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni süpetleşlerini yani ularning sana qilgan masxirasini biz obdan bilimiz. Aytqin ki Rabbim sana sığınıp şeytanlarning vesveselerinden panah tileymen. Rabbim sana sığınıp şeytanlarning mana emrah bo'lishidan panah tileymen. Azap düşkende dua kılışının, yamanlıkka yaxşılık kılışının ve Allah'tan şeytanның şerrinden saklanışını tileşinin buyurulganlığı. Allah Teala peygamberini azap kelgende, Rabbim eğer mana ulağı dünyada va'da qilgan azabını ko'rsatadigan bo'lsang, Rabbim meni zolim qavmlar ichida qilmagin deb dua qilishga buyurdi. Yani ulanı man ko'rsatib azoplamoqchi bo'lsang, meni ularning ichida qilmagin. İmam Ahmed ve Tirmizi Peygamber Aleyhisselam'dan bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sen birer qavmga balo avatmoqchi bo'lsang, mening jinimni u baloga tiqmasdan olsang, biz ularga va'da qilgan azobni sana ko'rsatishga albatta qodirmiz. Yani eğer biz xalisak ularga tushgan azobni, balani ve qiyinchiliklarni sana albatta ko'rsatdik. Ondan Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ni kishilar bilan aralashishga eng foydali bo'lgan yo'lga boshladi. U yo'l bo'lsa-mu dilini o'zi tarafga tortish uchun o'ziga askilik qilgan kishiga yaxshilik qilishdir. Shuning bilan uning dushmanligi do'stlikqa, nafrat muhabbatga aylandi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ni şu yo'lga boshlab mundaq dedi. Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgan. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shundaq qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat savrchan odamlarla erishalaydi. Bu xislatga faqat buyuk nasibi egisilar erishalaydi. Yani
mushu tavsiyaga yoki mushu xislatga va yoki mushu sifatga faqat kishilarning aziyatlariga sabr qilib, ularning qilgan yomonliklariga yaxshi muomala qiladigan kishilarla erishadi. Bularga faqat dunyo oxiratda katta nasiba egasilar erishadi. Aytqinki, Rabbim, sana sığınıp şeytanlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Yani Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ni şeytanlardan panoh tilashga buyurdi. Çünkü şeytanlarga ularning yomonligidan Allohga sığınıp panoh tilashdan boshqa choralar kor qilmaydi ve ular yaxshilikni qabul qilmaydi. Yuqorida biz Peygamber Aleyhisselam'ning anglab bilib turg'uchi Allah Teala'ga sığınıp qo'g'landi şeytanning qasd qilishidan, vasvasasidan ve kibrisidan panoh tilayman deb şeytandan panoh tilaganligini bayon qilib o'tdik. Rabbim, sana sığınıp şeytanlarning bana hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Yani mening qilmoqchi bo'lgan biror ishimga şeytanning hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Şuna Peygamber Aleyhisselam şeytanni qo'g'lab o'tish uchun yeb ichish, jinsiy munosabat o'tkazish, mol bo'g'izlash va shuningdek boshqa ishlarning beshida bismillahni deyishga buyurildi. Şeytandan panoh tilash to'g'risida Abu Davud mundaq hadis rivoyat qildi. Peygamber Aleyhisselam, ey Allah, men bek qirib ketishdan, tam besib elib o'lishdan, suvga cho'kib o'lishdan ve sakratlik chog'da şeytanning qasd qilishidan sana sığınıp panoh tilayman dedi. Ularning, yani kafirlarning biriga o'lim kelsa, aytdiki, Rabbim, meni dunyoga qaytargin. Men qo'yib kelgan mol mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. U cho'qim shu so'zni qilg'uchidir. Ular qabrlaridan turg'izilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sma bo'ladi. Kafirlarning sakratga tushgan vaqtida dunyoga qaytishni arzu qiladiganligi. Allah Teala kafirlarning yoki Allah Teala'nın buyruqlarına beparvolik qilg'uvchilarning sakratdagi holatidan xabar berib, ularning sakratga tushib qolganda burun o'tkazgan yomon qilmishlarining o'rnini yaxshi ishlarni qilish orqali to'ldirish uchun dunyoga qaytishni orzu qilganligini bayon qilib mundaq dedi. Ularning, ya'ni kafirlarning biriga o'lim kelsa, aytadiki, Rabbim, meni dunyoga qaytargin. Men qo'yib kelgan mol mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Biringlarga o'lim kelib, Rabbim, nimishqi meni, ya'ni ajlimni bir oz kechiktirmading? Sadaqa qilib yaxshiladim bo'lar edim deyishdim burun, o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalarni sadaqa qilinglar. Allah hiç adamni ecili kelganda hergiz kechiktirmaydi. Allah qilayotgan ishinglardan to'liq xabardardir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kishilarni, ya'ni kuffarlarni azab keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgin. Bu kunda zolimlar, Rabbimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergin, ya'ni dunyoga qaytargin, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga ergishayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hergiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. Ular, ya'ni kuffarlar, faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutdi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni, ilgari kitobga amal qilmaganlar
Rabbimizning elchilari haqiqatni elib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigando deydi. Agar sen gunohkorlarning Rabbingning dargohida boshlarini sangiltib turganligini ko'radigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytdi: Rabbimiz ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargan. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La havle ve la kuvvete illa billah. Agar ularni davzax ustida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, dahshatli bir holni ko'ratdim. Ular kaşki dunyoga qaytarilsak edik, Rabbimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'lardik deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yo'shirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundaq arzu qilishdi. Ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdimi, mani qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki, ular iymon etadiq degan va'dasida yolg'onchilardir. Zalimlar azobni ko'rgan chaqda ularning dunyoga qaytishiga yo'l bormidi deganligini ko'rsan. Ular Rabbimiz bizni 2 qitim o'ltirib, 2 qitim terildirding. Biz gunohimizga iqror qildik. Endi chiqish yo'li tepilarmi deydi. Bu shuning uchundirki, sizlar Allohni bir deb bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga shirik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzzat qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. Hukm yuksak, buyuk Allohga xosdir. Ular davzaxda Rabbimiz bizni chiqarib etsan, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolvorib tovlaydi. Alloh aytadi: sizlarga umringlarni uzun qilib va'z nasihat oladigan odam, va'z nasihat olgudak vaqt bermadimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi-ku. Endi azobni tetinglar. Zalimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q. Ya'ni Alloh taolo bu oyatlarda kofirlarning sakratga tushib qolganda, qabrdan qo'pirilganda, Alloh taologa yuzlanganda va davzaxga tashlanganda dunyoga qaytishni so'raydiganligini bayon qildi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. U cho'qim shu so'zni qilg'uchidir. Ya'ni ularning dunyoga qaytish talabi qabul qilinmaydi. Bu ularning amaliyati yo'q quruq so'zdir. Agar ular dunyoga qaytarilsa, biror yaxshi ishni hargiz qilmaydi va o'zlarining biz dunyoga qaytsak yaxshi ishlarni qilishimiz mumkin degan so'zlarida ularning yolg'on aytganligi oshkor bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami man'i qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular yolg'onchilardir. Qatada Alloh taolaning nom bilan qasamki, kafir yuqorqi ahvollarda xotin bola vaqillarining yoki urug' tuqqanlarining qishig'i kelishni va yoki dunyo to'plab o'zlarining hayvoniy nafsini qondirishni ko'zlab dunyoga qaytishni arzu qilmasdan, balki Alloh taologa yaxshi amal ibodatlarni qilishni ko'zlab dunyoga qaytishni arzu qildi. Shunga kafir davzaxdagi azobni ko'rgan chaqda dunyoga qaytib
qilishni arzu qilgan yaxshi amal ibodatlarni azaldanla qilib kelayotgan musulmon kishiga Alloh taolo rahmat qilsin dedi. Tosma ve uningdagi azob to'g'risida. Ular qabrlaridan turg'izilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sma bo'ladi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. U to'sma dunyo bilan oxiratning orliqidadir. Muhammad ibn Ka'b bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. U to'sma dünya bilen ahiretinin arlıqıdır. Yoki tosmada turgan kişiler yeb içişte dünyadaki kişiler bilen billa emasdir. Yoki qilmishlaridan hesap belgili ahiretdeki kişiler bilen billa emasdir. Abu Sahri bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi. U tosmadan qabrlar ko'z tutiladi. Ular qabrlarida dunyodagi yoki oxiratdagi hayotga o'xshamagan bir holatda turdi. Ular qabrlarda toki qiyomat kuni bo'g'ichi turdi. La ilaha illalloh. Alloh taolaning ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sma bo'ladi degan oyati hayotini gumrohlikda o'tkazib sakratga tushib qolgan kishilar uchun u to'smada ularga tayyorlangan azobning borligi bilan ularga qilingan bir tahdiddir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ularni oldida jahannam kutib turdi. Shuningdan keyin texmi qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh taolaning ular qabrlaridan turg'izilgan kunga qadar degan oyati ularga u to'smada bo'ladigan azobning toki qiyomat kuniga qadar davomlashadiganligini bildirdi. Bu vaqtda hadisda mundaq keldi. U zaminda, ya'ni qabrisi ichida toki qiyomat kuni bo'lib hisob berib bo'g'icha azoblanib turdi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Mü'minun suresi tefsirden 100. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.